g'alati odat shakllangan, negadir biz keraksiz, umuman ishlatmaydigan buyumlar bilan uyimizni to'ldirishda yaxshi ko'ramiz. Umuman ishlatmaydigan jihozlar, mebellar, texnikalar bilan uyingizda mana shu ahvolga soldingiz. Keling, mana shu odatdan qutulish bizga qanday foydalar keltirishini ko'rib chiqamiz. Eski buyumlardan qutulish bu bir mini terapiya hisoblanadi. Eski buyumlardan qutular ekansiz, siz nafaqat uyingizda, balki ichingizda ham tozalaysiz. Xaos ichida yashaydigan odamlar doimiy ravishda stress holatda bo'lishadi. Bunday insonlar e'tiborni bir joyga jamlay olishmaydi. Muhim qarorlar doimo kechikadi va eng yomoni ular urush va janjalga moyilroq insonlardir. Va bu tabiiy, chunki ularning asabi joyida emas. Va eng zo'r foyda bu, siz endi keraksiz buyumingizni sotib, Mango ilovasi orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Menga Mango ilovasi juda ham yoqdi, chunki bu yerda siz e'lonni mutlaqo bepul qo'yasiz hamda juda ham tez va oson. Bu ilovani menga yoqqan tomoni shuki, e'lon qo'yish mutlaqo bepul hamda ishingiz tez va oson bitadi. Bu ilova juda ham xavfsiz, chunki sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ko'rsatilmaydi. Va ilova ichidagi chat orqali gaplashasiz. Eng zo'r tomoni shundaki, siz faqatgina yaqin atrofdagi e'lonlarni ko'rasiz. Bu degani uzoqdagi xaridorlar sizni umuman bezovta qilishmaydi.